Alıp bersangiz bo'ldi, ertang urush chiqsa mendan emas lekin. Gapim gap. Qarang, Dison brendinden yangilangan model oladi. Kursisi, qaychisi, paroyutki, suyutilniki, 2 bobin naxi, dastavka, ustanovka, Xorazm oblast bo'yicha hamma raport beramiz. Overlock mashinkalarini necha so'm ko'rgansiz o'zingiz? 5 milliondan ko'rganman. 5 million so'mdan ko'rgan olsangiz, qarang, hech yerda bo'lmagan, bo'lmaydigan, qayta takrorlanmas narx bo'ladi. Qarang, Overlock mashinkamiz Kasai'dan bo'ladi, 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'mga kursi, qaychi, naxi, suyutilnik, paroy utiklari bilan dastavka etib 3 yil kafolat beramiz. Ajoyib. Bundan tashqari to'g'ri yo'l mashinkasi 3 million 300 ming so'm bo'ladi. Buni ichida ham shu aytilgan vajda beriladi. Paroy utki, dazmoli hammasi. Bundan tashqari yangi girib kelgan Spat brendinden 3 million 800 ming so'm. Bu ham shu baho bo'ladi. Keyin Bayu mashinkalarini 5 million so'm sotganlar, 5 million so'mning ichida qarang. Kursi, qaychi, naxi, suyutilnik, paroy utik hamma o'zi bilan olib borib beramiz. 5 million so'mning ichida. Doğru çayt mashinkalari esa 3 million 800 ming so'm. Ish o'rda ko'rgan paroy dazmollardan liboy birsini saylaydi, olib ketaveradilar. Ajoyib. Bu narsalaringiz qachongacha amal qiladi? Bu oyni iyun oyini oxirigacha amal qiladi. Bizning do'konimizda hamma biladigan brendlar emas. Bundan tashqari toza yangilangan variantda toza to'g'ri yo'l Overlock mashinkalarimiz ham kirib kelgan. Masalan, toza kirib kelgan Luxev mashinkamiz Overlock bo'ladi. Overlock'u 4 million so'm bo'ladi. Ichida kursi, qaychi, naxi, suyutilnik, paroy utiklari bilan dastavka, ustanovka 3 yil garantiya beriladi. Ko'pchilik so'raydigan Max Store mashinkamizdan ham keldi. Buni to'g'ri yo'l Overlock pol avtomatlarinacha kirib kelgan. Dastlabki jack tikuv mashinkalarimizdan ham yangiliklarimiz bor. Kursi, qaychi, naxi, suyutilniki, paroy utiki bilan dastavka, ustanovka etib 3 yil garantiya beraman. F6 tozalangan variant bo'ladi. 4 million 500 ming so'm bo'ladi. Rezinka, inna, necha, har xil diymalar, qoshlar, xrustal qoshlarimiz bor. Bezak uchun, hamma tikuvchi apkalarimiz uchun hamma narsa bor bu yerda. Bu skidga obuna bo'lib kelganlar amal qiladi. Bir pasport evazidan bemalol skidkadan foydalanib xarid qilib qolishingiz mumkin. Manzilimiz obunachilar, birinchi adresimiz Urganch Raycenter bozori. Postkai tarafdan kelaverishingiz-da Uzgazoy zapravka misla Ergash Somsaning yonboshida asl brend tikuv mashinalari bo'ladi. Ikkinchi filialimiz esa hamma biladigan Gurlenskiy Toj Mahalning to'g'risida joylashgan. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni tikuv mashinalarini arzon yerini qarab yurganlari yuborib qo'yamiz. Alıp bersangiz bo'ldi, ertang urush chiqsa mendan emas lekin. Gapim gap. Qarang, Dison brendinden yangilangan model oladi. Kursisi, qaychisi, paroyutki, suyutilniki, 2 bobin naxi, dastavka, ustanovka, Xorazm oblast bo'yicha hamma raport beramiz. Overlock mashinkalarini necha so'm ko'rgansiz o'zingiz? 5 milliondan ko'rganman. 5 million so'mdan ko'rgan olsangiz, qarang, hech yerda bo'lmagan, bo'lmaydigan, qayta takrorlanmas narx bo'ladi. Qarang, Overlock mashinkamiz Kasai'dan bo'ladi, 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'mga kursi, qaychi, naxi, suyutilnik, paroy utiklari bilan dastavka etib 3 yil kafolat beramiz. Ajoyib. Bundan tashqari to'g'ri yo'l mashinkasi 3 million 300 ming so'm bo'ladi. Buni ichida ham shu aytilgan vajda beriladi. Paroy utiki, dazmoli hammasi. Bundan tashqari yangi girib kelgan Spat brendinden 3 million 800 ming so'm. Bu ham shu baho bo'ladi. Keyin Bayu mashinkalarini 5 million so'm sotganlar, 5 million so'mning ichida qarang. Kursi, qaychi, naxi, suyutilnik, paroy utik hamma o'zi bilan olib borib beramiz. 5 million so'mning ichida. To'g'ri çayt mashinkalari esa 3 million 800 ming so'm. Ish o'rda ko'rgan paroy dazmollardan liboy birsini saylaydi, olib ketaveradilar. Ajoyib. Bu narsalaringiz qachongacha amal qiladi? Bu oyni iyun oyini oxirigacha amal qiladi. Bizning do'konimizda hamma biladigan brendlar emas. Bundan tashqari toza yangilangan variantda toza to'g'ri yo'l Overlock mashinkalarimiz ham kirib kelgan. Masalan, toza kirib kelgan Luxev mashinkamiz Overlock bo'ladi. Overlock'u 4 million so'm bo'ladi. Ichida kursi, qaychi, naxi, suyutilnik, paroy utiklari bilan dastavka, ustanovka 3 yil garantiya beriladi. Ko'pchilik so'raydigan Max Store mashinkamizdan ham keldi. Buni to'g'ri yo'l Overlock pol avtomatlarinacha kirib kelgan. Dastlabki jack tikuv mashinkalarimizdan ham yangiliklarimiz bor. Kursi, qaychi, naxi, suyutilniki, paroy utiki bilan dastavka, ustanovka etib 3 yil garantiya beraman. F6 tozalangan variant bo'ladi. 4 million 500 ming so'm bo'ladi. Rezinka, inna, necha, har xil diymalar, qoshlar, xrustal qoshlarimiz bor. Bezak uchun, hamma tikuvchi apkalarimiz uchun hamma narsa bor bu yerda. Bu skidga obuna bo'lib kelganlar amal qiladi. Bir pasport evazidan bemalol skidkadan foydalanib xarid qilib qolishingiz mumkin.
Manzilimiz obunachilar, birinchi adresimiz Urganch Raycenter bozori. Poskay tarafdan kelaverishingizda Uzgazoy zapravka misla Ergash Somsaning yonboshida asl brend tikuv mashinalari bo'ladi. Ikkinchi filialimiz esa hamma biladigan Gurlenskiy Toj Mahalning to'g'risida joylashgan. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni tikuv mashinalarini arzon yerini qarab yurganlari yuborib qo'yamiz.